Kech bo'lganda kimnikini? Hozir. Voy uka. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Yaxshi keldingmi? Kir uyga. Nima qilarding ovora bo'lib? Ay opa, ovorasi bor ekanmi? Jiyanlarim ko'rinmaydi. Pochcham ishlari yaxshimi o'zi opa? Kelishingni aytmabsan-da ukam. Sen yoqtirgan taom tayyorlab turardim. Ovqatni zo'rin tayyorlab qo'yibsiz o'zi opa. Chet el yurib, o'zim eng zo'r ovqatlarni yerkanman-u, lekin jigarim nima ovqat yeyotganidan xabarim ham yo'q ekan. Yengilgina kechki ovqat tayyorlagandim-da ukam. Opa o'zi sizdan suyunchi olgani kelgandim. Voy, qanaqa suyunchi ukam? Ol choydan. Rahmat opa. Aytgancha, yurtim suvlarida Namanganda birinchi qo'l dileri bo'ldim. Voy, muncha yaxshi. Ochingga telefon qilaychi, ishdan keladigan vaqt bo'lib qoldi. Sen o'tirib tur, ha? Voy, nega turib olding uka? Kir ichkariga. Yo'q opa, ketmasam bo'lmaydi, ishlarim bor edi. Ukam, senga yaxshiroq qara olmadim ham. Aksiga olib pochchangni oilaga ham chiqmay turibdi-da. Xafa bo'lmagan. Opa, xijolat bo'lmang, jiyanlarimni o'pib qo'ying. O'tirsang bo'lardi ukam. Keyin yana kelaman. Salom ayting pochchamga. Ha, xo'p, yaxshi bor. Salom ayt uydagilarga. Xafa bo'lmay ketgan bo'lsin-da, ish qilib ukam. Voy. Hamkursizga ishlatarsiz. Ukam sabab chiqib qo'yibdi-da. Sharoitimizni bilganday yo'qlab kelganini qarang. Mayli, topganlarga baraka bersin. Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Ha, qayerga ketyapsan? O'rtoqlarim bilan o'tirishim bor edi. Keyin akam bilan ayam chaqirishgandi. Ularnikiga boraman. Ha, zo'r-ku. Kim ruxsat berdi borishga senga? Bu nima deganingiz? Sen boraveraymi deb mendan ruxsat so'radingmi? Kelsangiz so'rayman dedim. Nima, kelmasam ketib boraveramiding? Nima, o'zi so'rashim shartmi? Bormaysan hech qayerga. Men ruxsat bersam keyin borasan. Nima deyapsizmi? Akam bilan ayamga boraman deb qo'yganman. O'rtoqlarim ham kutyapti. Onangga ham, akangga ham aytib qo'y. Ulardan bas, mendan ruxsat so'raysan. Senga men xo'jayinman. Hech qayerga bormaysan. Erkak ayoliga ruxsat bermadimi uydan chiqishga? Nafaqat otasi. Xo'p, meni kechiring. Sizni to'g'ri Dodasi tushundim. kelsa uydan chiqmaydi. Hech qayerga bormayman. Xabardagi dodasi tirilib qaytib Keyingi safar oldin so'rab, keyin harakat qilaman. Keyin nevaram uyda yursa haqqi yo'q. Nikohlangandan keyin xotin oila qurgandan keyin erning gapi ota-onaning gapidan ustun turadi. Bu shariatda shu. To'yib ketdim hammasidan. Rahmat bolam, umringdan baraka top. Shu kampiram bo'lmadi, men qutulmadim. Sen nima deding? Men majbur emasman onangizga qarashga. Hali o'qib ber, hali bo'qib ber. Ovqating pishdimi? To'ydim hammasida. Sen meni onam haqida gapiryapsan, bilyapsanmi shuni? Men sizni rozi qilsam bo'ldi, onangiz emas. Sen meni rozi qilishing uchun onamni beminnat xizmatlarini qilishing kerak. Erni rozi qilgan ayol jannatiy bo'ladi. Oldingda ikkita yo'l bor. Qaysi biridan ketish o'zingga bog'liq. Bu birinchi yo'l. Bu yo'lni tanlasang ajrashamiz. Ajrashganimizdan keyin boshqa erkaklarga nazari tushish boshlaydi. To'g'ri, erga ham tegarsan, lekin xotin qilib oladigan kamdan kam bo'ladi. Nafs to'ygandan keyin u ham javobini beradi. Hayoting do'zaxga aylangani qoladi. Ikkinchi yo'l, onamni xizmatlarini xo'p bo'ladi deb o'zingni onangdek qadrlab hurmatlarni qilsang, hayoting ham, oxirating ham jannat bo'ladi. Men ham sendan rozi bo'laman. Xo'p, meni kechiring, noto'g'ri ish qildim. Endi xizmatlarni qilib, duolarni olaman. Onajon, meni kechiring. Bilmasdan yoshlik qilib qo'ydim. Qizim, men sizdan hech ham xafa emasman. Bu qaytar dunyo. Siz menga nima qilgan bo'lsangiz, Allohdan sizga 2 barobar bo'lib qaytadi qizim. Shuni bilib olsangiz bo'ldi. Davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Allo, Sardor aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, rahmat, tezroq gapir, rul dedim. Shu rosa baliq yegim kelgandi.
Voy, hozir senga balig'i qaydan topaman, ha? O'zim uchun so'ramayapman-u, bolamiz uchun so'rayapman. Ha, bo'pti, olib boraman, xo'p. Anaqa faqat oyijon bilmasinlar. O'zim maza qilib yemoqchiman. Bo'pti, uni tezroq kelarsiz, men ishlarimni qilaman. Choydan oling, onajon. Rahmat qizim. Assalomu alaykum onajon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Onajon keliningiz sizni o'ylab baliq aytib yubordi. To'g'rimi? Anaqa faqat oyijon bilmasinlar. O'zim maza qilib yemoqchiman. Voy bolam, ovora bo'psan-da. Voy, ovorasi bor ekanmi onajon? Sizni o'ylab keliningiz qiltirig'i yo'q. Buxarskiy baliqdan olib kelin dedi. Faqat o'sha trendga chiqayotgan RMK baliqlardan olib kelin dedi. Voy, shundan topib keldim-da ona. Keliningizni bitta duo qilib qo'ying. Iloyim o'ziga o'xshagan kelinlar uchrasin o'ziga ham. Iloho, amin. Topgan tutganingga o'g'lim barakasini bersin. Kelinimni ham tanjani sog' bo'lsin. Kelinim menga nimani ravo ko'rgan bo'lsa, 10 barobar bo'lib kelinimga ham qaytsin. Allohu akbar. Rahmat sizga. Nimaga? Duo emas, qarg'ish olib berganingizga.